Tayloq tumanidagi ikkinchi sonli politexnikumda hushyorlik, ogohlik, xavfsiz hayot kafolati mavzusiga bag'ishlangan navbatdagi o'quv seminari bo'lib o'tdi. Tadbirda tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar yuzaga kelishining asosiy sabablari, ularning salbiy oqibatlari hamda bunday holatlarning oldini olish yo'llari muhokama qilindi. Mutaxassislar tomonidan seminar ishtirokchilariga favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish, xavfsizlik qoidalariga rioya etish zarurligi yuzasidan ko'rsatmalar berildi. Ayniqsa, zilzila vaqtida o'zini tutish tartibi, evakuatsiya jarayoni va tayyorgarlik ko'rish bo'yicha ma'lumotlar yetkazildi. Tadbir davomida ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislar tomonidan javob olishdi. Seminar yakunida esa barcha qatnashchilarga mavzuga oid eslatmalar va tarqatma materiallar topshirildi. Har bir inson, har bir fuqaro o'zining mana shu favqulodda vaziyatlar holatida qanday tutish kerakligini albatta bilishi kerak. Bu o'zini albatta birinchi o'rinda o'zini sog'lig'i uchun, oilasi uchun bu holatda qanday tutish kerakligi bo'yicha bizni favqulodda vaziyatlar viloyat boshqarmasi, qolaversa o'zimizni tuman boshqarmamiz ham muntazam ravishda davra suhbatlari, ko'rgazmali demak tadbirlar, uchrashuvlar o'tkazib kelmoqda. Bu holatda albatta o'quvchilarimizga, nafaqat o'quvchilarimizga, balkim pedagog xodimlar ham bugungi kunda favqulodda vaziyatlarda birinchi galda sarosimaga tushmasdan nima qilish kerakligini, birinchi harakati nimadan iborat ekanligini bilishi bo'yicha ham zaruriy mana shu chora-tadbirlar, demak, ish rejalar ishlab chiqilgan. Mazkur o'quv seminar yosh avlodda hushyorlik va ogohlik ruhini shakllantirish, shuningdek, favqulodda holatlarda to'g'ri yo'l tutish madaniyatini singdirishga xizmat qiluvchi muhim tashabbus sifatida alohida ahamiyatga ega bo'ldi.